Bugun osh qilyapmiz. Go'shtlar, dumbalar, shirpog'ir o'zlari. Oshlarimiz. Sizlari bilan bo'lyapti mana. Jiddiy osh. Oshi bizda bilan jiddiy bo'ladi. Eng zo'ri jizza ish kerak. Aniq ish kerak, jizzani ko'proq ish kerak. Erkak kishi bor-ku. Foydali. To'g'ri aytasiz. Sizlar bilan bugun choyxona palov qilamiz. Achchiq osh. Qo'lida shu. O'zani jaydanishga qo'lida olamiz. 1,5 kilo qo'y go'shti. 1,5, hammasi 1,5. Sabzi ham, guruch ham, lazı guruchdan olamiz. Hammasi 1,5 bo'ladi. Jizzalarimiz ham bo'ldi. Xohlasa o'zini jizza ozgina yog'ishda yana qo'shib yog' qo'yamiz. Yog'i ko'proq bo'lgani yaxshi-da. Achchiq oshga, piyozni solishdan oldin yog'ni iloji boricha yaxshilab qizdirib olish kerak. Piyoz solishni boshlaymiz. Piyozni iloji boricha qizartirib tashlaymiz, osh chiroyli chiqadi. Ko'tarib böyle. Qozonga oling. Ko'chalarimiz uchun o'lchamadingiz. Qozonga mana go'sht, 1,5 kilo go'sht. Toshkentda ol. Go'sht ham iloji boricha yog'li yutasi. Ashi shekarni bo'ladi. Yolni vasolish kerakmi? Oqsinga olingan. Olingan so'ng. Choyxona masjid bu. Yarmini solib aylantirib olgan birinchi. Hop. Qo'llar. Sabzi solgandan keyin Orzuni tuzdan solish kerak. yavaklaman qilamiz. tuz solamiz. Hani kimine olay, hani meni reklama olay. Orzu tuzlardan. Orzu tuzi oshxonangizda bir bor olsa. Yodlangan, toza, tezkatlarga boy. Tabii qaysi magazindan olding? Mahallani boshqa. Mahallani boshidan. Sabzilarni soldik. Qancha davomida qovurilish kerak bo'ladi bu? Buni Ha. iloji boricha sabzi yumshab, masalan, jajarisiga yetganda o'lgandan keyin Ha. suv quyiladi. Suv quygandan keyin iloji boricha ko'proq qaynatish kerak. 1,5 kiloga qancha suv solasan? O'sha u sabzini ozgina qo'shib turildi. Maglada Naglar solinadi. Ha. Qaynaydi bu ko'proq qaynasa, yaxshi. juda mazasi chiqadi. Mana shu qovurib qo'yyapmiz. Albatta. Oshimizga. Ranglar ham allambalar bo'ldi. Endi qaynaydi bu. Ha. Bir qilib qaynasa, shu bilan guruchni solamiz. Jamimizni oshqozonga tashlab. Nimaga qo'yasan? Xo'p, guruch solishni o'qiymiz. Bundan guruchlar Oshimiz ochilyapti Ma'rur aka. yaqinroqki buni oshimizni yarim soat turdi. Osh. Iliklari bilan qilsa, o'tga ko'jon. Vrachga xizmatda mana Alibek. Alibek, yana bittasi qani? Albatta. O'tga. Mana solyapti sochlarni. Ko'jon. Mana o'zimiz borlar mana. Hop.
Tixildik mana. Chotki mana. Hamma narsalari bor. Shular karomlaridan ketadi-yu. Nima deysiz aka osh? Osh zo'r, xudo xolisa. O'zbekning eng zo'r ovqatlaridan bittasi hisoblanadi. Hech qachon me'da degan tegmaydi, me'daga tegmaydi. Qani? Biz hozir obedga ovqat yeb kelamiz, endi baribir osh, baribir osh. O'sha 1,5 guruchga 1,5 go'sht. Qo'shimlar bilan boshqacha bo'lsa kerak. Bemalol. Jigar. Keling, Otabek. Shu qaynasa endi. Qaynab bo'ringlar. Ancha. Men o'zimdan ham qancha so'radingiz? Qattiq borasizlar. Qattiq boragan. Bu adreslar yo'q.